İlgar medeniyet, süzük keyfiyat, hürmet ve izzet, Çin tebrikler. Murasimlarımız. Salam ko'rmanlar. Murasimlarimiz temisidagi shirin suhbatlarimizga ishtirok qilishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqunjima. Aldı bilan programmamizni yaqindan qo'llayotgan Xinjiang Varis xalqaro savdo shirkati Varis kiyimchiligiga alohida rahmat aytaman. Xo'sh, endi programmamizda oldingi sonlarda so'zlanib kelyotdi. Masalan, ota-onalarimiz to'y qilgan davrlarni eslab o'tdik. Oshchaqdagi oddiy soddalik, qizg'inlik, nihoyatda shirin hissiyotlarimiz bilan tilga oldik. Shaxsan bizning yandışıp keldi şununla. Mesela hazır yaşlarınki manzara hakikaten güzel. Ben de şu ümitvarınki toyunu epeysak mı? Ballardaki kıyafet, o coşkulluk. Mesela şu ailenişteki toy 11 murasim var hazır ha. Benim devat kılım mesela şu murasim bilen keşteki çoğunla katlaşıyotkan murasimdeki fark. Bu çütünkelik aileniş hesapta biz yaşlığa has bir özünü koyup etip bir oynaydıgan bir murasimde o. O murasim memdilik bütün özümüzün yaşlı dostlarımız, eğitilayotgan nakşlar yaşlığa kılmaz. O yerde usul oynayımız, her xil gepler buldu. Hatta riyasetçi dostlarımız bizni çıkıp sekinde nedik soldan sonra bizde bir yer matmı kıldıgan işli var. Handa tanışıp kalmaktan aynı vakit manda kıp şörtten bana toy kıp siledi. O naydı köngüllik bir. Hem de nimel degen bilen bizde hazır sakınıp kalgan iş bu yaxşı deymen. Çünkü çoğunlar bilen oturlukta bir hürmet var. Bir özümüzde bir eymeniş var. Hem de pek içilip yiyilip gidip kalsak, oy dep kelsek mi çoğunların altında bir özün tutup alamaydıgan bal eken bu deydigan bir ilki ailegi berip de kaldıgan işler var. Çünkü nurg'ulan çoğunlar özümüzün çoğunları bilen tanışıdı ya da bir terbiye meselesi var. Edimiz degendek. Şuna çütünkelik toy muş yaşlarning içililishi uchun, keşik toyga ul silish uchun. Demek bizim öz vaqtidagi вечерка deydigan bosqichimiz hozir naq shu qiz yigit aylanishga markazlashdi degan gap, o'rin olmashdi degan gap, ama yoshlarga xos. Qisqa vaqt olsunmi? Nechilik 2 soat o'ynab olamiz? 2 saatdan ichida naqshlar aytildi, o'tirliqda suratlar tortildi. Aslimlar rasm tushimiz, voy deymiz. Qayjalar ishlandi. Shu mashina chiqib, kechlik markaz oldiga bordim. Aldirash bo'ldi-ku deyman yoshlar. Yama aldıraş, vay. Bir gün tamak yemedim desem buldu şu. Başka dostlarımız toy qilgan vaqtida mesela men qo'lda cho'qib baqqan vaqtlar bor. Ashlar tamak yemasa men chiqib u yer bu yerdan samslarni ilib, "Men yevla" deb berib başta. Menimi dostlarim ashta qildi, "Men yevla ani qoladi." Lekin tamak yegandek bo'lmaydi ekan. Bütün qalli asiyadimiz qanday bo'lar? Qanday bo'lib ketadi? Kim kelgan, kim kelmagandi? Ekranlar suratlar chiqayotganmidi? Voy mehmonlar yaxshi erkin azod o'tirayotganmidi? Menda ranjib qolganmidi? Kimni deganman, kim demaganman? Voy men bir telefon qilib onimda kushkirtdi. Voy sakniga chiqmadi. Onim oldida chiqib qolsanda. Voy nurg'unlagan xiyollar qalbni yeb ketdi ekan. Demak, hammaga yana shu o'zimiz diqqat qilib turayotgan holatlar shunda ama. Diqqat. Bo'lsa mushkil jiddiychilik ritmini mandaroq o'zgarsak bo'ladi degan mundaq bir xiyolmi keldi menda beshimizdan o'tdi. Masalan, mush keldi. Geldi. Baştan avval ilk avay dedim meslekçi de bir narsa var. Açtığında haqiqiy yo'sinda meslekçi qilsak bo'ladi ekan. O'zimizning rasmiy shu xizmat qiladigan bolalarni chaqiradi. 10dan 15gacha. Hammadan chaqirilib, bu yerda unda bo'lsa to'yimiz bo'ldigan bo'ldi. Voy deb bir muzika bo'ldi ekan, u kimga bu xizmatni o'rlashtirmaz u yerda. Maslahat yo'q deydi hozir. Maslahat yo'qlar hozir ba'zan chaqiramiz. Şun kundasa bir çıkıdı oturup başvaq adam onu baldırıp bekton. Nasip Allah mançacı günü ağinimiz Ümit Ornal tuyam dasa barek olsun dedi. Ol deyimiz nimbu iştimin yok şunkin. İşte kısmat deydiğen gapankin. Adaş mat abay deyilmeye kaptı dedi. Onundan resmi yusunda aşı öz köngülü pükken alağınlarını ekep oturup bir çay içkeş. Onda kalsa sen koldaş oldun adaş. Senin hizmetten yenim tursa. Mende menda ishlar diqqat qilsa, masalan, kiyimlarimda qas diqqat qilib qo'ysa, balchiga deganchaqmanda diqqat qilsa, bosh bo'lganlarga menda akalarim mas'ul bo'lsa, menda sal cho'spatlariga sen akalarimizni boshlaydigan mas'ul bo'lsa, sen yoshlarni mas'ul bo'lsa deb menda mas'ul qilaversak, sal ritmli qilgan. Endi to'yning kechda hisobda biz ham san'at bilan shug'ullanayotgan ekan, nurg'un atrofimizda san'at bilan shug'ullanan do'stlarimiz bo'ldi ekan. Ularning har birisiga tushliq ko'ngli bo'ldi ekan, naqsh etib bersam deydi ekan. Oyoqdan kuch kiritayotgan
nemenin aşı Ömerik zalının adamlar vay 9 tüketmesek olmaydı. Vay dostlarınız deseniz bir ne istedim. Lekin ular hoşalçılıkta bir ne etmey, üçne etip atkan. Bazıları sekne çıkıp etamay ketip bağan. Onundan adamın köngülü bir xil bolup kaldı eken. Ulanım köngülü bir xil bolup kaldı eken. Hoşallıkta men bekirman buluş nesiben ba dep oylaydı da ulam. Şoňa muqim bir aşınıq etretke, keşte çoňlağının maýysyny çıkalaydygan, ýaşlarnyň maýysyny çıkalaydygan muqim sekinde aşınaq demek haqiqiy bir toy mulozimat madaniyati shakllansa demakchi o shundoq bo'lsa yetimliq bo'ladi ekan. To'g'ri. Buni to'yni 5 ni 200 baqa odamlar haqiqatan bevosita his qiladi. Va nimanda qimmat va bir moncha odam chiqib va sekniga payt nima meni og'inlarim botirsa sekin chiqib ishkina xishis tugidi degan bilan az kelsa voy ay xijilchilik, ayada tamtirash. Anda bo'lsa xapamaysizlar işte tushtinkilik oyini shu sizlar uchun-da. Sizlar ko'ngillarni bizga qilish uchun-da. Endi kechlikda biz cho'nglarning ko'ngillanishmasa qolmaydi. Sizlar yerib qoldinglar, sizlar shu to'yga daxil bo'lib, yaxshi tamoqlaringlarni yeb, usullarni o'ynab, mushta qilsanglar, sizlarga paysi va emas. To'ydan sizlarning nesibanglar bo'lsa, bo'l jafo chekmanglar deb chiroyli yo'l orqali mulozimat bitib olsa to'yga daxil bo'lish bo'yicha bo'lsa, ritmliq bo'ldi ekan deb o'yladim. Men hozir yanımda bir gapni oldim. Sizlar yoshlarning hozir endi. Biz bu qerib ketmadik. Biz bir davr mush maslahat joyda hozir yigitlar xil ba'zilar bak cho'ng ko'lamlik o'tkazadigan bo'lib ketibdi. Maslahat joyini hatto 7-8, 10 ustallik maslahat joylarmi bormish. Buningga borgan bolalar to'y kuni bormasmish hatto. Shunday ahvol buni nima desa bu hozir to'yning mohiyati o'zgarib, o'sha yoshlarda böyle soda xarakterini ketayotgan gapda. Mesela maslahat joyiga borgan kuni men vaqtini bordim, ko'nglimni badildim. Endi to'y kuni mening vazifam tugadi degan nuqtadan bu bak to'yninki mohiyatiga bir xilofli bir ish bo'lib qolibdi deb o'yladim. Mushtaq ahvollar bormi hozir men işte anglaganim? Bor, shaxsan yoshlarda ig'ir bunday ish. Endi xizmat tüpeyli, başqa yerga boradigan masalan komandirovka tüpeyli, endi baldiroq ko'ngilni qilib, unda qilsa uning yo'li boshqa. Lekin men shahar turib, unda qilsa men shaxsan men to'g'ri o'ylamayman. Men bu maslahatchimga men 4 jo'zi nim qilgan. Shu tumarist qildik. 4 jo'z qilgan. Lekin men ko'nglim o'ylagandim odamlarga kelib ketdi javob maslahatchiga. Ular to'zib qo'yg'imiz tahkammaydi ekan. Kelgandim ko'nglimiz deb keldi-da, bizni deb keldi-da. Chunki ularning bishidan o'tidan bilashib, undancha bizim xizmatini qilmasa qolmaydi. Xo'sh oldim. 4 jo'z 10 jo'z bo'ldi aka. Shundan keyin lekin ranjimadim, ranjish olmaydi ekan. O chaqdiliqqa voy bu jiq pul to'lab ketdim yey. Nimkilda vadash deydigan ishlar hargiz bo'lmaydi ekan. Shaxsan menda bo'lmadi. Asosan odam yetib keldi degandek gaplar. Ko'ngil ayash, kenglik bo'lib ketgan gap. Ko'zim yosh keldi. Masalan, nurg'ulon do'stlarimiz chaqamasa babindiq dedi, lekin ularning men unutib qolgan taqdirda kelishini umid qildim. Chin ko'nglimda rost umid qildim-da. Ularni yot ko'rib chaqamaganlik emas. Oldirashchilikda qalli qaymiq chaqiramaganlik. U yerda men ba'zancha o'ylab baxmagan do'stlarimiz keldi. O 4-5 yılning oldida ko'rishib, "Voy yaxshim adash" deyishgan do'stlarimiz kelganda ta'sirlandim. "Ey, rahmat, meni adam etibsizlar. Men adam etgan ta'zim etaman. Rahmat" deb. Mashaq bo'ldi lekin men ba'zan chaqda xizmat tufayli ba'zanlarning maslahatchiga berib, to'yga boramagan, yamsi maslahatchiga boramay to'yga berib qolgan. Jiroq yeladiki bo'lsa. Chunki ruxsat so'raydigan ish bo'lsa, bir kun ruxsat so'raylaymiz-da. Shu sababli boradigan ishlar bo'lib qolgan. Endi oldin qitim kun bir to'yga qatnashib, maslahatchiga qatnashib. Bir do'stimiz kelib, deb. Senki borganmidi deb. Biroz kelamiga meni to'yga do'stimiz. Kelgan, sen kelmasan olmam deydi. Otash bu adamgarchilik bunday olmaydi. Bu kemiz kemmeyme deydigan ish yo'q. U ishi va kelamidi. Meni oldimda o'tib qo'ydi. Mandaq ishim bor edi, jonim adash. To'g'ri tushungin deb. Deganda men keldim sen deb. Meniki kemiz kemmeyme deb pulni qo'yib ketdi u uchun. U rost qalsa so'z ekan bu. Kes kelma, kemiz kemmeyme. Bu mundajiyatda hozir mohiyat o'zgarib ketib qolyapti degan gap. Masalan, maslahatchi bilan bu murosim kundagi
bu ikki ish. Buni hozir murasimning bir qilib olgan gapda masalan ishlar. Eng oldi bilan bu endi mundaq masala meningcha. Maslahatçay deganning asli mohiyatini tushunmaydi-ku. To'g'ri. Endi buni biz urf odat nuqtasidan hozir abaydan umid var degandek cho'ng choy, kichik choy, masalan har xil choyning to'yning oldida nurg'unlagan murosimlarni o'tkazib oldigan bo'lib qoldik yani. Endi biz kichik vaqtlarimizda bo'lsin, mayli biz to'y qilgan davrlarda bo'lsin, cho'ng choy, kichik choyningki tartibi batdi, lekin bundaq atalg'u yo'qdi. Cho'ng choy qilamiz, kichik choy qilamiz deydigan atalg'u yo'q. Meningcha endi bu kichik choy degan nimika desam, bundaq endi masalan o'g'il cho'ng qilgan taraf qiz tarafga ma ikki bola tanishibdi, biz ma o'g'ilning ota-onasi shu, ma bolalar tanishibdi, biz shu sizlarga bir tanishlik belgili keldik, shu ishni bir degili keldik deb bağını bu amaliyat kichik choy. Ana degan cho'ng choy degani undaq o'sma bolalar to'yga tutish qilibdi, qudam, nima ishlarni qilamiz, qanday qilamiz, sizlarning qanday taraflardan bir bizga qo'ydigan talablaringlar bor. Shuni bir kelishib olaylik degan maqsad cho'ng choy. Endi ma to'ydagi maslahatçay degani bayatdan Umid Borifkam deganda xizmat taqsimoti bo'yicha buningga jiq odamlarni chaqirib olishning hech qanday zarurati yo'q. Hozirgi to'ylarimizda o'tirayotgan yigit, qiz yigitning ota-onalari nima uchun qo'ygan tutqunini bilmay charchab ketyapti, xizmat taqsimoti yo'q. Anadan bir ma'lum bir ishni turkumlarga ayirib turib, sen bani qilsa, sen ani qilsa deb taqsimlab etgandan keyin ota-ona bo'g'ichimi jiddiylashmaydi, yo qiz yigitmi jiddiylashmaydi, hamma ishlar joyida ma'lum. Ham tasoddifiy planga kirmagan ishlar bo'lib qoldi. Bundaq ishga kelganda yana bir odam masalan shu to'yga kelgan, shuningga puxtaroq bo'lgan, tajribalik odamdan birisi dikkada bir chiqiblar mundaq qilamiz desa, amaliyotda bu noyat tartibli ratmangdigan ish. Shuningga maslahatchayningki o'zi nima desa, buningga chaqirmading deb ranjishning zarurati yo'q. Meningcha bo'lganda hech qanday zarurati yo'q. Bu nima desa, masalan, shu to'yda ishlaydiganlarga men to'y qilganda shunday qilgan. 10 odam chaqirgan, sen ani qilsa, meni maslahatchay, shu maslahatchay bo'yicha mumkin. Bir ustal ya, ikki ustal bo'ladi. Jiq bo'lsa bir ustal ya, ikki ustal. Buningga ko'ngil ayab, "Mening do'stim deb, men chaqamsam, xafa bo'lib qolarmi?" deb. Endi yana birisi, "Palonining maslahatchay ekan, men bir berib kelaychi" deb bağlanlar xizmatini qilishni planlagan bo'lsa, basi bo'ldi. Bo'lmasa, u meningcha ranjiydigan ish emas. Bu hamma narsaning uchun mohiyatini bilish kerak. Ma'nisi nima uning? Demak, mohiyatdan chetlab ketgandan keyin. Bu masala yoshlarda emas, cho'nglardan bojishdi. Cho'nglardimi, masalan, maslahatchaydilar, dasqini qo'yib etib, to'y kunsa bo'ldi, mening ishim tugdi. Deb mundaq qildiganlarmi hozir avjab ketdi bu. Cho'nglardan kelayotgan ishlaylar bu unda bo'lsa. To'g'ri. Unda bo'lgandan keyin amaliyot hozir siz deganga o'xshash, masalan, to'y degan to'y, maslahatchay degan maslahatchay. Maslahatchayda ko'ngilni ifodalab etib, to'yga kelma. Bu to'y degan nima? To'y degan gapning amaliyotda to'y bilan to'kun ikkisi birga keldi-ku. Bu to'y bilan to'kun degan bu so'zni ayirib etmaymiz odatda. Endi to'y to'kun, bu to'y degan endi buning ma'nosini hammamiz tushunamiz. To'yinish degan gap. To'yinish, to'yinimiz. Bu nimaga to'yinimiz? Xushallik to'yinimiz, inoqlik to'yinimiz, mehr-muhabbatga to'yinimiz. Shundaqmi? Biz to'yinadigan narsalar bakchiq. Lekin buning ichiga nima to'yinish? Zerikish. Bir qism narsalardan-ku, boshqa qarshi tarafniki bizning ko'ngil ozodligimizdan shundaq bir biz o'ylamagan to'yinishlarning qarshi taraflari bo'lib qoldigan ishlar. Amaliyotda bu to'y degan so'z, sen to'yin. Shu yerdagi xushallik to'yin, mehr-muhabbatga to'yin, ittifoqlik to'yin, inoqlik to'yin degan gap. To'kin degan nima? Tüküvat. Un degan bu ism yasag'ich qo'shimcha. Bu tüküvat nima? Isrofchilik qilib yeganda jo'ziga tizgan narsani tüküvat. Bunday gap emas, isrofchilikni tüküvat emas. Xushalligini tüküvat u kuni. O'zingni qo'yib, menda men degan narsa bu-chu. Shuningga to'y to'kin, bu to'y bo'lgan kuni, murosim bo'lgan kuni bu ayrim masala bu. Maslahatchay degan, mana maslahat degan gapni o'zini chiqtirmamdi bu. Maslahatingni qo'y. Ondan u yerga kelganlar sizga bo'lmagan taraflaringiz bo'lsa, mana bunda qilaylisan, ma'jatni bunda qilib qo'yibsan. deb maslahat berdigan joy bu. Şoň bu mohiyatni, ma'nisini, shu narsaning qilayotgan ishining nimaligini bilmay turib, murosimga qatnashayotgan ish bo'lgandan keyin bu yerdagi xafalık nimadan kelib chiqadi? Qimmat qarashdan, turmush qarashidan, mustaq bilmaslikdan kelib chiqayotgan narsa. Bunda qanchada so'z boshqa, ish boshqa bo'lib ketsa bo'lmaydi-da. Ismni bekchiroyli qo'yib olmiz, amaliyati shu bo'lmay qolgan gaplarda. Cho'nglarning shu. Adam degandek shu maslahatchay ko'ngil ichish xarakteriga bek kerak menga ketib qolgan ishlar bor. Ma'no o'zgarib ketdi. Menda aytgancha bizning davrimizga qaraganda hozir maslahat texmi qolaylashdi. Hozir hamma narsa xalqlar mulozimat yuzlandi. U vaqtlarda biz oldingi programmalarimiz deb o'tdik. Zallarda bo'lgan, o'yli aramlarda bo'lgan, u chaqda hamma odam qo'l-qo'l ishlamasa, bu murosim tutmaydi. Hozir butunlay restoranlashgan.
her bir halkılar kesipleşken, mülazimet güzengen bir devirde bunçular cık adamını çağırıp ular iş yok başka kılganda. Doğru. Hazır en yığınçak bizning davrimizda mutlaka yığınçak holatda bo'lish kerak. Mening his qilishimda maslahatchilar. Hazır shakl qo'g'lishib, bu yerda dag'dug'i qo'g'lishib, mana bunda bo'lib ketyapti. Amaliyat agar men yaqin og'aynam deb ko'zimiz yoshog'idak bizga ta'sir qiladigan biz to'yga nima ish qilib olmaydi u kuni. Bu yerdagi hissiyotni tadqiq qilish to'g'ri keldi davos alog'inchilikni. To'g'ri. Men bundan gumonlanaman shaxsan. Bu el ağine burader degan gap bu haqiqiy mushtaq muhim paytlarda men darqamda bo'laman. Men yaqin turman. Men muhabbatimni o'zimning qizg'inligini mushunga beg'ishlayman degan bir tuyg'uda bu menda aytgan chog'da. Agar o shaklga bir ikki qatimliq yuz ko'zganga bo'lib qolsa, bundaq munosabatni biz o'ylashga tegishlik. To'g'ri. Bu meselemiz çoğunlardan başlanğan yaşlardaki müşkil ictimai münasebetlerge mi səgək buluş gerek dep oylayman. Çünkü bu biz vaqt ajırtıdığan, zihin sərf qılıdığan, hayatımızda biz her daim müşçemberin içinde buludığan bir münasebet. To'g'ri. Bu meselemi Murasim Bədin şaxını otudu bana. Şu anda şu işinin planlanışıdan başlap, ro'yobga chiqib oyoqlashqich bo'lgan jarayonda agar tartib bo'lsa hamma xursand bo'lgan minnatdor bo'lgan keyin aslasakmi bir xotirasi qoladigan go'zal aslim bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Hamma ishlar tartiblik o'zininki yo'li bilan yaxshi bo'lgan to'y marosimlarimizda hamma odam ko'ngil ozodligi bilan mang'udida kirgandan tortib chiqqangacha bo'lganlikda ajabmi yaxshi bo'ldi deb hamda hozirgi shu jamiyatda nurg'un odamlar o'sha zamonaviylikqa qarab yuzlanyapmiz hamda mundaqcha aytganda isrofchilikni hech kim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi-ku. Lekin cho'ngchilikni, po'chilikni ba'zi odamlar o'zininki shu to'y to'kin marosimlar orqali o'zininki jamiyatdagi o'rni ayvisi yoki pul mol-mulki mush narsalarni ko'z qilish maqsadida turli tuman urf odat tusini olmagan har xil shakllarni qo'g'lishib bilan bu to'yininkini bizga qo'shib oladi. Moyat jihatda u o'zidan noyat rozi bo'lib bunday ishni qilib oldim deganda qilgan bilan to'yga kelgan odamlarga ozodlik bermasa u yana hamon supunninki bir ko'pikiga o'xshash damalliqqa bizning ko'zimizni chaqnatganda qilgan bilan uni davomlashtirib mong'ul olmaydi, mengishni xohlamaydigan bo'lib ketgan nurg'un odamlar. Shunga to'y to'kinni eng muhimi ko'ngil ozodligi, xushallik. Hamma odam bu to'yga nima ish qilamiz? To'yni nima ish qilamiz? Buni bilish kerak-da. To'y degan bu ikki bir oilaga nisbatan, bir jamoatga nisbatan, bir jamoatniki doirasiga kengaydi degan gapda bir qondoshlik munosabati tiklandi yana bir jihatdan aytganda. Bunda bo'lganki buni biz al-ma'liga degimiz keladi. Burungi vaqtlarda topsang bu topqini gul keltirar, topmag'ini bir bosh piyoz deb al-ma'llarda, o'ylaramlarda xushallik uchun al-ma'liga jakarlaymiz. Bizning jamoatga mana bir kelinlar kirdik yoki bizning jamoatda mana bir yigit paydo bo'ldi deb el jamoatga bu degan oddiy ish emas. Bayam ufqimiz degan o'xshash oilaning tarbiyalanishi o'xshamaydi. O'xshamagan qimmat qarashdagi o'xshamagan oilada cho'ng bo'lgan ikki bola bir oilaga kirib bosh qo'yib endi bu yana jamoatni yana kengaytirdi degan gapda bu munosabatni. Bunda bo'lgandan keyin bu xushallikni nima ish demaymiz, chuqum deyish kerak-da. Tukubat, to'y, mushuning ma'nosi shu, to'yin. Hamma odamlar bilsin degan gap. Uningdan keyin buni ashunda xushallikni izlab qilayotgan nima amaliyotda. Ham keyin bu bozor taraqqiyotininki tadrijiy taraqqiy qilishiga ergishib, burunqilar 2 tal tuxum ancha topqanlarni akirgan bo'lsa, men palonining to'yiga 3 tal tuxum akirgan, ma'minikiga 4 tal tuxum akirmabdi demaydi. Endi bu hozir zaman taraqqiy qilgan sir nima bo'ldi? Men anikiga 100 qo'y qilgandim, menikiga mancha pul qilmabdim deb iqtisodiy maslaga chetib oldi buni. Nurg'un bir qism to'ylarga pul yig'ishlam bo'lib ketdi-ku. Masalan, maslahat joyinimi, masalan, shunday jiq odam chaqirib olib maslahat qilmay, masalan, qalaymaqan bo'lgan to'ylarning hammasiga men ashtal deb o'ylayman endi. Bu ko'pincha Allohning nima desa, bu bozor yuzlanib iqtisodga berib chetildi, ya'ni epaysak. Ashunda bo'lgandan keyin bu hozirgi to'ylarimizning ba'zilari nimishqa bizga ozodlik olib kelmaydi. Mushuning sababimi yana mushu nuqtaga yig'inchoqlasak bo'ladi. Shuni topqinimizni, ozodlikni,
oddiylikni, hozir hammamiz oddiylikni yaxshi ko'ramiz. Bu hashamatchilik, nurg'un, endi biz abaytdan men deb o'tib ketdim, bu to'y deganimiz bir umumiylik ega bo'lgan narsa deb biz nurg'un bir kollektivning ichida yashaymiz. Bu kollektivning ichida har xil yerdan kelgan har xil millatlar bor. Biz uning ilg'or taraflarini qabul qilamiz masalan. Bu tarixdan buyon bu o'zgarmaydi deydigan qonuniyat yo'q. Biz asosiy gavdani asos qilgan asosda tüp ideyani yadrolik qimmat qarshi deymiz. Masalan, hukumatimiz o'tirib qo'ygan sotsialistik yadrolik qimmat qarshi. Bu sotsialistik yadrolik qimmat qarshi desak, odatda bu bir siyosiy atalg'udek bilindi. Lekin bu bizningki jamiyatning shu oila degan bir kichik jamiyat bu. Mushu jamiyatda mushu sotsialistik nima uchun sotsialistik qimmat qarshi demay yadrolik deymiz. Mushu yadroni asos qil degan gap bu. Bunda o'ylasak, hamma narsani qatlamga ayiribdi. Qatlamga ayiribsa, biz shu qaysi qatlamga to'g'ri kelsak, shu qimmat qarshini yadro qilsak, meningcha hech qanday narsa yuz bermaydi. Biz buni nazariya doirasiga ko'taramidik, biroq amaliyatimiz orqali o'sha halqalardan, kichik halqalardan buningga qilib kelsak, bu hamma odamga ozodlik berilgan narsa-ku. Bu hukumatmi, partiyamizmi mushu ideyani nemishqa bizga har bir oilalargacha qatlamlargachilik mushuni singdirishni tashabbus qildi. Hamma odam ozod bo'lsin, barobar bo'lsin, inoq bo'lsin, ittifoq bo'lsin. To'yimizning ma'nosi shu. Hukumat nimani to'kibitsa, bu sotsial yadrolik qimmat qarshida deyilgan inoqlik, ittifoqlik hamma narsani sen to'kibat degan gap. Bu isrofchilik qilib yemagan narsangni to'kibat, yuzingni to'kibat degan gap emas, bunday aytqanda. To'g'ri. Ma'yatdan chetdan harakatda xatolar ko'zirayotgan gap. Men de o'ylayman, mush hukumning xatoligi bizda bek ko'p. Masalan, hozir qoida yo'sin deymiz. Qoida bilan odat o'xshamaydi. Odatni qoida darajasiga ko'tarib olgan. To'g'ri. Masalamiz odat u bir shakl odatga o'zgarib turgan narsa. Shu. Qoida degan u bir o'lchamlashgan, prinsiplik, u bir tuvanchakka ega narsa. Adınız mesela nurg'un, "Oy, bunda qoida bor. Oy, bunda qilmasak bo'lmaydi. Mushta qoida" deb yurib chiqdi. Mesela Janubning qoidasi, Shimolning qoidasi deb qo'ydi. U undaq emas, u odat. To'g'ri. Adınız hozir yoshlarni belini bog'lab qo'yamiz, a? Bu qoidami? Umidlar. Men mush bir so'rab baqsam ras. Alhamdulillah men yangi davrdagi yosh bo'lgan ekan. Buni men kichik vaqtimda sal cho'ng'og'an ekan bildim-ku deyman bunday ishdan bog'lig'ini. Alhamdulillah nima ish qildiki, mencha bu alhamdulillah o'zimning tug'ilib cho'nglab hozir ko'rayotgan ish bo'lgan ekan. Men uni qoida deb o'ylaydi ekanman ko'nglimda. Nurg'ulg'an alhamdulillah masalan bizning qarmaydim nurg'ulg'an to'ylar bo'ldi. Biz qarmaydi o'sib cho'ng'og'an ekan, qanday bo'lganini bilamiz. Lekin o'rimcha kelgan ekan ba'zan ishlar o'zgarib ketdi. Chunki bishaningmi o'ziga tushliq qoidasi bor ekan. Masalan, qizning yuzini ichish jihati bo'lsin. Yoki bo'lmasa tushunkilik oylanish, masalan cho'ng choy kichik choyning so'g'i salimi, hattoki o'sha to'ydan burun qiz yigitning to'ydan burun otasi to'y qilib o'tadiganlar, qiz yigit bir-birini topmay turishdan burun to'yini qilib o'tadigan bunday ishlarmi hozir avjib qolibdi. Bu qanday ketdi hozir tushunamadim buni. Buningga men hayron qolgan. Bu boshqalar bormi yo'qmi uqmayman. Masalan to'ylarga berib hozir ko'ngil sovg'asi qilamiz. O'zimizning chiqishiga qarta masalan bizning to'y qancha pul qo'ydi, shunday pul qatadigan ish bor ekan. Pulni qetib qarsa ba'zan chog'da o'zing bolalari yaxshi cho'ng ekan, yo bo'lmasa hozir to'y qilmaydigan bir ahvol bor. Lekin oilasi sal qiynalib qoldi, yo bo'lmasa shu pullarni akirilib yo boshqa ishlarga yo uy oldiganga, qildiganga ishlatmoqchi bo'lib qolsa, shu bolasining nomidan bolasining ismini yozib hurmat bilan kimning ota-onasi bolamiz zamanda to'ydiga deblar, men cho'nglarning to'yini qiliblar. Undaqda bu bolalar to'y qilmagan. Bolalar to'y qilmagan. Bolalarning muhabbati yo'q. Masalan, o'g'li olganmish, o'g'lining ismini yozdi. O'g'lining ismini yozdi. Qiz taraf yo'q-ku undaqda to'y qilmagan. Hatto o'g'lining muhabbati yo'q. Ha. Mundaq. Havo bilanlar. To'yni qilib qoldi-da. O to'yni qilib o'tib, shundan keyin bir mezgil o'tgandan keyin bolasi agar loyiq tepib to'y qilib qolsa, andan keyin ularning yoshlarning to'yini qildiganga. Mundaq ishlar chiqibdi. Shunki bu tug'ilmagan qo'ziq muziqa qo'ziqaqti degandek bo'lmagan ish odat bu. O'zir qanday odatda bor? Mushtaq ishlar bo'lib qoldi. Ma haqiqatan bak mantiqsiz. Bir chakinlik bo'libdi bu haqiqatan. Odamning ideyasini o'tmaydiganlar bir. Bu shu
muştaq qıpqızıllı pul yığışken bu özününki bağan yerlerdeki pullarını hesapta pullarını qaytırıb ediş üçün qılınğan bir toy emas bu xoşallıqны yoki boshqa narsa. Abi biz deyotgan to'yninki mohiyatiga, go'zal sharpiga bir dog' yetkazgan ishkanda bu. Endi mening qalbimda o'tmaydi. Hattoki bolalarning loyiqi yo'q turibmi muştaq to'yni qivatsa, ham bir hisobdan tushunaydi-sa, qiynalib qolgandi deb tushunamiz. Lekin mush to'yning haqiqiy mohiyati şu balasının xoşallığı, balasının layık tapqanlığı abay dep ötkendek bir iki cemaatın biriye kelganligi, bu zo'rayganligini haqiqiy jakarlash, xoşallıqni töküş üçün. Lekin bu nemin töküdemde dat töküşmeki deyman. Bu balkim bir ayrim sondagi ko'rilayotgan fohishlar bo'lishi mumkin. Buni balkim buni yana jamiyat axloqi buni hamon yana shallab chiqirdi. Bu balkim ma'lum mazgil bir o'ziga uyg'undek albini yeydigan bahoningiz bormi deganga o'xshash bir chiqayotgan qiliqlar bo'lishi mumkin. Jamiyat pek adil tarozi. Bu to'y to'kin urf odatlarimizni, to'y to'kin shu bo'layotgan ishlarni har qaysi rayonlar o'zininki o'xshamas shu rayon alayligiga asosan har xil shaklda o'tkaziluvchi. Buni masalan hamda umumiylik o'xshaydi, lekin har xil shoxlar o'xshamaydi-da buni o'tkazish shakllari masalan. Hamda nurg'un narsalar ijod bo'lgan, ayni vaqtda bor nurg'un masalan har qaysi davrlarda o'xshash bo'lmagan shundaq bir shakllar bor. Lekin bu jamiyat bayon men degandek bundaq jamiyat taraqqiyotiga mos kelmagan, bizning ideyamizga mos kelmagan, insoniyatniki ruh dunyosiga, tafakkuriga yoki bo'lmasa qimmat qarshi dunyo qarshi to'g'ri kelmagan narsalarni hamon shallaydi. Hamda do'rab boqamiz, lekin bu hamon qoladi. Shuningga bu davr taraqqiyotiga ergishib, masalan, biz qanday yo'lda mansaq, bizga shu yo'lning yo'l ochtirganga o'xshash, biz qanday usulda apmansaq, bu ishlarni biz yaxshisini tanlab apmansaq, bu biz boshlamchilik rolini o'ynasak, biz bilan tang mangdiganlar buni texim yaxshi apmanishi mumkin. Hamda har xil usullarda bayon deb o'tib ketgandek, odamning ideyasiga sig'maydigan bundaq to'y to'kin odatlari mana hozir mishadim davatimiz balkim menga o'xshash tunji qatim anglaganlar bo'lishi mumkin. Hamda buni hech kim qabul qila olmaydigan bir narsa bu. Bu hamda faqat shuni o'tkazgan bir ikki odamlar bilan to'xtab qoladi. Bu jamiyat hamon bundaq ideyalarni shallaydi. Lekin hamda shundaq bir imkoniyatlar bilan o'ttirg'i chiqqani, iling'ini keyingi kengayib ketishining, yamarab qolishining oldini olib qilishi mumkin. Bugun umidvor bu masalani o'ttirib qo'yib yaxshi qildi deb o'ylayman. Xo'sh, bugun nihoyat yaxshi paranglashdik. Mana yangi davr o'sib yetilgan yosh umidvorninki go'zal to'yini eslash bilan birga hozirgi yoshlarninki murosimlardagi estetik qarashini, güzellik qarashini, arzusini bir qadar tushungan bo'ldik. Menimcha, buni mushkil suhbatlarimiz mayli ota-onalarimiz uchun bo'lsin, yoshlarimiz uchun bo'lsin, to'yning mohiyatiga bo'lgan, to'yninki ahamiyatiga bo'lgan tonishni texim cho'nqurlashtirdi deb o'ylayman. Bugun qimmatli vaqtinglarni chiqarib suhbatga daxil bo'lib berganlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Oxirida ko'rmanlarimizning bizning mana shundaq murosimlarimizga bo'lgan har xil ko'z qarashlarininki bo'lishini istagan asosda bu programmamizga qarata qanday qimmatli taklif fikrlar va har zaman biz bilan o'rtoqlashishni qizg'in qarshi olamiz. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik.